Men hozir Everest cho'qqisidaman. Bu yerga kelishimga umuman xarajat qilmadim, ishonasizmi? Barchasi sun'iy intellekt orqali. Endi esa 1000 yillar orqadaman. Tarixga qaytish uchun vaqt mashinasi shart emas. Xohlasam bir lahzada 2077-yilga kelaman. Asosiysi bu joy men tasavvur qilgandek bo'ladi. Agar menga real dunyo yetarli bo'lmasa, sun'iy intellekt bilan butunlay boshqa olamda video tayyorlayman. Yura davriga qaytish ham muammo emas. Ekspeditsiya ham, hattoki kamera ham kerak emas. Maldiv orollari deysizmi? Chipta, mehmonxona, vaqt. Bularsiz ham bugunoq shu yerda bo'lishingiz mumkin. Chegara yo'q, sharoit yo'q, bahona yo'q. Sun'iy intellekt bilan hammasi mumkin. Endi navbat sizning reklamangizga. Raqobatchilaringizni hayron qoldirish vaqti keldi.